Murat Efendi ve Uygurlar. Murat Efendi 1930 yıllarda Çöçek'te yaşayan Tatar halkının dağlık dinni alimi bulup, toluq ismi Muhammed Murat Remzi. O 30 yaş vaxtidala Sofizm eqiminin meşhur atı kitaplarından Rishahat, Mektubat, qatarlıq eserlerini Parisçeden Arapçaga, Kur'an-ı Kerimni Uygurçaga tercüme qilib, Sharqiy Turkiston ve Xitoydagi İslam dinni sahasida zo'r ta'sir qo'zg'agan. U yana Çöçek'te hem dinni bilimler hem medeniyet bilimlerini o'rgatadigan maktab qurgan. Bu ayni vaqtda bir yangilik bo'lib, Çöçek'teki xalqimizning medeniyet bilimlerini o'rganib, nazar doirasini texmo kengaytishda belgilik muhim rol oynagan. Murat Efendi'nin dadısının ismi Abdullah bulup, anısının tegi Qashqarlik Uygur ekanligi ilgari surilmoqda. Murat Remzi Efendi Qozon shahrida tug'ilgan bo'lib, 6 yoshidan boshlabla dadisidan Qur'on o'qishni o'rgangan. 9 yoshidan boshlab arab tili to'g'risidagi dastlabki bilimlarni o'rgangan. 11 yoshidan 18 yoshigacha tag'isi Ismoilga agishib, O'rta Osiyodagi Buxoro, Samarqand, Anjon, Toshkent va Qashqar qatorliq joylarga berib, shu joylardagi danglik olimlardan ilm tahsil qilgan. Murat Efendi'ni turli islom ziyolilari ichida mashhur qilib o'tgan asri Talfiqul Axbar va Talqihul Asar fi vaqoi Qozon va Bulgar ve Mülki Tatar namlıq əsri. Əslində 1552 yıldan başlap Ruslarının hər xil assimilasiya siyaseti ve medeniyet ziyankeşliki neticesinde Ruslarga sığıp yoqilib ketaydigan Qozon Tatarlarga manevi kuch ve milli iftixorlik tuyg'usi beg'ishlab, ularga milli kimligi, haqiqiy tarixi ve ecdatlarının şanlıq ötmüşünü hatırlatış maqsadida qo'liga qalam elib yezib chiqqan. Ama bu kitap yalğız Qozon Tatarları, Volga Bulgarları ve Qrim Astraxan Tatarlarının tarixiga ait bo'lmasdan, balki en qadimki davrlardan başlap hozirgi zamonimizgacha bo'lgan Uyg'ur tarixi bilan zich bog'lanib ketgan. Biz şu kitapның vasıtasida Uyghur namının bundan taxminen 5000 yıl burun aşkarı o'ttirg'i chiqqanligini, Qaraxon davlatining bundan 3200 yıl burun qurilganligi, eng oxirgi Qaraxonlikning milodiy 9-asrda qurilganligini bildik. Murat Efendi Talfiqul Axbar degan asrda Uyg'urlar haqidagi rivoyatlardan naql keltirib, cho'ng ko'chishdan keyin Sharqiy Turkistonda qolib qolgan aholilar jami 19 qabila bo'lib, 10 daryo atrofida o'ltiraqlashganlari 10 Uyg'ur, 9 daryo bo'yida o'ltiraqlashganlari 9 Uyg'ur deb atalgan. Aradan necha yuz yillar o'tgandan keyin 10 Uyg'ur bilan 9 Uyg'ur birlashib bir davlat bo'lgan va Uyg'ur deb atalgan. Bularni tunji bo'lib birlashtirgan kishi Qaraxon deb atalgan bo'lib, u vaqt zamonimizdan 4895 yil burunqi chaq edi deydi. Undan boshqa yana shu kitobda O'g'izxon 116 yil hukmronlik qilib, o'rniga cho'ng ham istidodli o'g'li Kunxon Xaqon bo'lganda, dadasiga vazir bo'lgan Arfalni o'ziga vazir qilib olgan. Arfal Uyg'ur qabilasi oqsoqolining o'g'li bo'lib, uning davlatni adolat va haqqoniyat bilan boshqarish tajribasi mo'l edi. Kunxon shu tariqada davlatini unumli 70 yil idora qilib, u olamga safar qildi deyilgan. Mazkur kitob 1908 yili Orenburgda tunji qitim nashr qilingan bo'lib, olim yuqorqi ma'lumotlarni 1895 yili xotirlagan bo'lsa, demak 4895 yil burunqi chaq edi deganlik
bu tarixiy hodisa milodidan burunqi 3000-yillari bo'lib, shundoq bo'lganda 2020-yili bu qutlug' va buyuk birlikka saq 5020 yil bo'lgan bo'ladi. 1854-yili Muzikantlar tarixi nomli asarni yozgan bovimiz Molla Ismatullo Mo'jizimi 1858-yili keskin qilib Xotan, Qashqar va Yarkan xalqi bu joylarda yashab kelgili 5858 yil bo'ldi degan. Murat Apandidan 50 yil burun deyilgan bu keskin tarixiy ma'lumot bizni cho'nqur o'ylantirdi. 20-asr tatarlar uchun Qizil qiyomat dashtini tetigan qonliq bir asr bo'lib, ayni davrdagi eng ilg'or tatar dohilari va yo'lboshchilari vatani xalqi uchun kurash qilib, dunyoning har qaysi joylarida vafot bo'lib ketdi. Alayliq Molla Jarulla Qohirada, Abdurashid Ibrohim Yaponiyada, Zaki Validi To'g'an Turkiyada, Mirsaid Sultan G'aliyev Oral bo'yida, Murat Apandi bo'lsa Cho'chakda vafot bo'lgan. Tatariston hozir ayni vaqtdagi mo'tvarlarining mazorlarini qaytadan ziyorat qilishni boshlab, hozirgi avlodlarga ularni tunishtirmoqda. Dal shuningdek 100 yil burun Tatar xalqining beshiga kelgan kulpatlik kunlar aziz xalqimiz bo'libmi suyumlik Uyg'ur millatining beshiga kelmoqda. 70 yillik balo qazo yetmagandek, mana endi millat sifatida yo'qolib ketish xavfida turyapmiz. O'z tarixini bilmagan, ajdodlarining shonliq ish izlarini unutib ketgan millat hamon o'zgiga havas qilib, o'zidan nomus qilib, singishib tugaydi. Shunga Uyg'urlardanmi bir Murat Apandi chiqib, Uyg'urga xos talfiqul axbordan birini bu millatga taqdim qilish kerak. Chunki Uyg'urlar o'z kechirmishini o'zi yezib chiqmag'icha dunyo Xitoyning hikoyasini anglashga majbur bo'ladi.